Aleyküm Yakub House abunaçıları. Yakınla Beeline yandamız. 9 kavatlı binanın ikinci kavatında 56 metr kvadrat 2 kanalı. Tekrarlayman 56 metr kvadrat. Yani kvadrat katta 2 kanalı kvartiramız çıktı. Görüp çıkamız. Birinci prekorzonlar akınala koyulgan. Birimizine sanuzyılımız. Onu iş yaptırdı. Yakınla birimiz spalni. Bunu 3 kanalı kılsanızlar ham boladı. Bemalol. Çünkü kattalik bu narsa polni imkoniyat beradi. Asosiysi gazamba duxuntining qacholan qo'yilgan zamonaviy. Bu tarafini o'tadigan bo'lsak, bu yerni ochilgan, bu yer kuxnya, ichining stoloy zona bo'lib turibdi. Katta endi o'zbekchada dalon deymiz-ku, dalon sifat olib turibdi yana kuxnyamiz. Kirmashilardan qo'yilgan. Bu yerdagi hamma narsa qoladi, yaqinda hech narsa ketmaydi, hamma narsa qoladi. Bu zal. 3,5 примерно chiqib boradi, yaqinlar kattaligi ajoyib. Konditsionerlar bor, ko'rtirsa zamonaviy. Kochollar, jalyuzlar, chiroyli remontdan chiqib turibdi. Narxi o'ta darajada ajoyib. Yaqinlar pastdan narxini yozib qoldiraman и telefon nomerlarini pastda yozib qoldiraman. Описание kelib bemalol o'qishlaringiz mumkin.